Senlar befarq bo'lsang, men befarq emasman-da. Kimdir bolasi o'lib ketishiga kelib qilib qo'y. Davlat tomonidan budjetdan ajratilgan pullar nima hazm bo'lib ketyaptimi? Nima bu holatda insonlarning tabaqalash bo'lyaptimi? Yo ekologiya bilmaymi, uyqudami? Umuman tushunib bo'lmayapti. Bu kolxoz xodimlarni jo'natib yuboraman dedi, lekin amalda yo'q. Amalda yo'q. Quruq gapda. Juda ko'p tashkilotlarda qayerda nima bo'lyapti, nima bo'qiyapti, qanaqa qayerda necha pul olyapti, nima qilyapti, juda ko'pini bilaman. Sizlar dardlarni kimdir 15 sutka qilish, kimdir qamash, boshqa ayrimlarining ishlaring yo'q. Olib boradigan joylaring patologik 2 metr tuproq. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun Farg'ona viloyati Farg'ona shahri Ma'rifat MF injenerlar ko'chasidan murojaat kelib tushdi fuqarolardan. Murojaatda aytilishi bo'yicha Farg'ona viloyati Farg'ona shahri 2024-yil, ya'ni Farg'ona viloyati hokimi berilgan va'dasi hali hamon amalda bajarilmayapti. Nimaga berilgan va'da viloyat hokimi tomonidan quruqligicha qolib ketyapti? Bunga sabab nimaga? Yoki viloyat hokimi buyruqni bergan yon atrofdagilari bajarmayaptimi? Yoki bajarildi deb viloyat hokimiga quruq gaplarda aytishganmi? Shunga tushunmayapman. 2024-yil fuqarolar murojaatini aynan o'zim yetkazganman bu Ma'rifat MF injenerlar ko'chasidagi murojaatda. Ya'ni bu murojaat nima deyilganda, asfalt yo'liga va bolalar plashatkasi juda abgor holatga kelganini men o'zim viloyat hokim Xayrullo Bozorga yetkazganman. Bajariladi. Inshaalloh asfalt bo'ladi. Ko'rib chiqishadigan bu holatni o'rgangani Farg'ona shahar qurilish bo'yicha shahar hokimining o'rinbosari, ya'ni qurilish bo'yicha zam hokim Jahongir aka ismli shaxs kelgan, o'rgangan, yana undan tashqari ayrim soha vakillari kelgan, lekin amalda yo'q. Bu yerda o'zi bu mahallada bilmadim, bu masalani hokim yordamchisiga ham yetkazdim, lekin tayinli javob yo'q. Hokim yordamchisining tayinli javobi yo'q. O'zi bu hokim yordamchisini mendan boshqa fuqarolar, shu Ma'rifat MF'ni fuqarolar ko'rmagan ham, tanimaydi. Men o'zim so'radim bu holat bo'yicha, hokim yordamchisini taniysizmi? Yo'q, tanimaymiz deyapti. Qanchalik to'g'ri? Hokim yordamchisi degani, hokim yordamchisi bo'lgandan keyin mana shu 2 yil bo'lyapti. Kelib fuqaro bilan tartishib, kimi nima dardi bor, kimi qanaqa murojaati bor, shu masal MFga men hokim yordamchi bo'lib saylandim. Qanaqadir murojaatlaring bo'yicha menga kelib uchranglar deyish to'g'rimi yoki mahalladagi fuqarolar hokim yordamchisini tanimay o'tish kerakmi? Va bundan tashqari mana pastda yo'q, adashmasam 6 kun, 1 hafta bo'lyapti. Yaqinda yog'ingarchilik bo'lib, kuchli shamol ta'sirida injenerlar ko'chasida, ya'ni 12-domda archa yiqilgan, domga suyanib qolgan. Imini Farg'ona shahar ekologiya xodimlari bilan gaplashdim. Bu kolxoz xodimlarni jo'natib yuboraman dedi, lekin amalda yo'q. Amalda yo'q. Quruq gapda. Bu narsa fuqarolarga noqulayliklar kelib chiqaryapti va u domdan chiqishda o'tib ketib bo'lmayapti. Nima ekologiya xodimlar fuqarolarida murojaatiga befarqmi? Shunga tushunmayapman.
ayrim tashkilotlar, bloger, jurnalist, ommaviy axborot vositalarini shu darajada yomon ko'rasizlar, o'zlaring bilasizlar. Lekin biz, ya'ni bloger, jurnalistlar sizlarga fuqarolarning murojaatini yetkazgan vaqtimizda men misol hozir ekologiyaga bir hafta bo'lyapti, murojaatni yetkazdim, shunaqa holat deb videosini ham tashlab berdim. Farg'ona shahar matbuotiga, Farg'ona shahardagi shu ekologiya xodimiga tashlab berdim. Lekin amalda yo'q. Endi hurmatli mutasaddilar, sizlar fuqarolar murojaatiga befarq bo'lganlaringdan keyin biz nima qilaylik? Ijtimoiy tarmoqqa chiqaramizda. Qaysidir insonli rahbar ko'rib, shuni hal qilib bersin deb. Sizlarga misol murojaat tashlab berganimizda misol o'rganib hal qilib bersalar, bizga mazza qilmaymiz. Ijtimoiy tarmoqqa video murojaat chiqarib, video chiqarsak, fuqaro murojaatini chiqarsa yomon ko'rinamiz. Lekin o'zlaringga savol beringlar. Qachon men qaysidir bloger video murojaat chiqarganda hal qilib bersam, hal qilib bergandan keyin ham video chiqarib yorgan. O'zi video chiqarib yorganmi hal qilib bergan taqdirimda ham shu birorta bloger deb savol beringlar. Yo ekologiya bilmayman, uyqudami? Umum tushunib bo'lmayapti. Kichkina ko'chat bas. Katta bitta archa yiqilib, fuqarolarga noqulaylik kelib chiqaryapti. No'g'ina bo'lmaydi, tikila bo'lmaydi. Kelib turib shuni qiyin bas, oddiy misol kolxozli xodimlarda buyruq bersalar, kelib turib shuni arralab kesib ketadi. Yana men bitta narsaga tushunmayapman. Xo'p, yonimizda viloyat prokuratura nima desam bo'ladi? Rahbarlar yashaydigan dom bor. Mana videoda o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Nima bu holatda insonlarga tabaqalash bo'lyaptimi? Bu domda sharoitini, yashash muhiti, qadam tashab yurgan joy misol asfaltini ko'ringlar. Bizniki mana misol open byudjetni bahona qilasizlar. Open byudjetlaringga hurmatli mutasaddi tashkilotlar 2 yil, 3 yil bo'lyapti bu narsa tashkillang. Qolgan payt qani open byudjet? Bo'lmagan-u. Demak, open byudjet bo'lmagan payt davlat tomonidan byudjetdan ajratilgan pullar nima hazm bo'lib ketyaptimi? Qishlar yo bitta chekka joy biz. Kimdir misol turizm kesami, yo Toshkentda qanaqadir rahbarlarmidek kesami, misol shahar qoq sentri, Farg'ona qoq sentri baqa qarasa hokimiyat viloyat 2 qadam yursak viloyat prokuratura, 3 qadam yursak davlat xavfsizlik, Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi. Bu nima ahvol? Necha yildan beri bu dom ana asfalt bo'ladi. Nima bolalar plashatkasi. Bolalar plashatkasi sinib ham ketdi. Bitta bola jicha qoldi o'lib ketishiga. Tushardi ustiga. Senlar befarq bo'lsang, men befarq emasman-da. Kimdir bolasi o'lib ketishiga. Kelib qilib qo'y. Oddiy bitta qum. Bu bilmayman bir 10 yil ag'idagi plashatkalar. 10 yil ag'ida bir asfalt bo'lmagan. BSK shirkat dedi, kredit bu ham qarzga botib ketgan. Olgan kreditini qayerga hazm qilib o'rgan, bilmayman. Xudo bilguvchi. Bu holat bo'yicha chiqardik video. Prokuratura o'rgandi. Nima bo'ldi, nima qo'ydi bilmayman. Podvar bilan musulxona, bo'mishxona bo'lib sasib yotibdi. Hidiga chidab bo'lmaydi. Bir marta shu video chiqardi, kelib obodonlashtirish, ayrim mutasaddilar kelib tozalab ketdi. Lekin hali hamma balchiqligicha qolib podvarlar. Sovuqib yotibdi. Aslan mas'uliyat his qilib kelib tozalab, shu ahvollar bartaraf qilinglar. Biz video chiqarmaymiz. Biz mazza qilmaymiz video chiqarib. Fuqaro murojaat qiladi. Ayrimlaringga tashlab beramiz. O'rganib chiqmaganlaringdan keyin biz chiqaramiz.
Chunki biz fuqarolarda hayotiga, murojaatiga befarq emasmiz. Farqimiz shunday. Sizlar dardlarni kimnidir 15 sutka qilish, kimnidir qamash, boshqa ayrimlarining ishlaring yo'q. Farg'onada tashkilotlarda dardo xayoli blog jurnalist qamash bo'lib qopti. O'qilish payida. Mana shuncha korrupsioner holatlar, shuncha iflosgarchiliklar bo'lib yotibdi. Shularni qilinglar, shu ishlarni ko'ringlar, chora-tadbirni ko'ringlar, korrupsioner holatlarni ko'ringlar. Juda ham ko'p korrupsioner holatlar bilaman. Shu narsani oldimni olinglar. Juda ko'p tashkilotlarda qayerda nima bo'lyapti, nima bo'qiyapti, qanaqa qayerda necha pul olyapti, nima qilyapti, juda ko'pini bilaman. Sog'liq saqlash bormi, prokuratura bormi, ichki ishlar bormi, kim nima qayerda nima qilib yuribdi, juda yaxshi bilaman. Ichim yutib kelyapman. Xonasi keladi, oshkor qilaman. To'plansin, juda ham zo'r to'plansin, zo'r oshkor qilaman, tomosha qilasizlar. Olib kirasizlar, onda 2 martalab qayta 15 sutka dokument qiling. Olib kirsalar 15 sutka dokument qilib, boshqa nima qilasizlar? 15 sutka dokument qilasiz, olib kirasan, yopasan. Bo'ldi, boshqa nima? Nima 15 sutka bilan men qo'rqib qolishim kerakmi? Yo kechirim so'rashim kerakmi qilmagan ishimga? Yo'q, hayotda kechirim so'ramayman. Chunki men o'zimga tozaman, o'zim xatoga yo'l qo'ymaganman. Xatoyimni ashta aytganman, nima xato ish qilganim o'sha videoda. Olib boradigan joylaring patologik 2 metr tuproq. Juda ham qonundan chetga chiqqan holda ish yursalar, olib borasizlar, shu 2 metr tuproqqa tiqasizlar. Boshqa hech nima yo'qotilmaydi. Shu holatlar bo'yicha rasmiy munosabat kutib olaman kerakli tashkilotlardan. Farg'ona viloyat hokimligidan, Farg'ona viloyat ekologiyadan